Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlarga ovulyatsiya haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chunki ovulyatsiya jarayoni ayol organizmida juda muhim rol o'ynaydi. Ovulyatsiya bu gormonlar darajasining o'zgarishlari natijasida yetilgan follikuli yorilib, tuxum hujayraning tuxumdonlardan bachadonnayiga chiqishi hisoblanadi. Odatda har bir hayz davrida bir marta sodir bo'ladigan jarayondir. Ayrim ayollarda esa bu jarayon 2 marotaba ham sodir bo'ladi. Bunda tuxumdonlardan ikkita follikula yorilib, agar ular urug'lansa, demak egizak homila paydo bo'ladi. Ovulyatsiya asosan keyingi hayz kelishidan 12-16 kun oldin sodir bo'ladi. Ba'zi ayollar ovulyatsiya vaqtida spazmli og'riq sezishlari mumkin, lekin juda ko'pchilik hech qanday o'zgarishlarni sezishmaydi. Ovulyatsiya jarayoni homilador bo'lish uchun juda muhim hisoblanadi. Tuxumdondan tuxum hujayra chiqib, bachadon tomon harakatlanadi va shu vaqt oralig'ida spermatozoid tuxum hujayrani uchratib, uni urug'lantirsa, homiladorlikning boshlang'ich davrlari boshlanadi. Tuxum hujayra tuxumdondan chiqqandan so'ng 1 sutka davomida faol bo'ladi. Shu davrda tuxum hujayra urug'lanmasa, bachadon shillaq qavati tuxum hujayra bilan birga rad etiladi va keyingi hayz sikli davri boshlanadi. Ovulyatsiya jarayoni sodir bo'layotganini qanday aniqlasa bo'ladi? Birinchisi bu kalendar usuli. Bunda siz har hayz ko'rish davrini kalendarga belgilab borishingiz kerak bo'ladi. Kamida 4-5 oy hayz davrlarini kuzatib, kalendarga belgilab borasiz. Hayz sikli bir maromda bo'lsa, demak, ovulyatsiya siklning o'rtasiga to'g'ri kelishi kerak. Ikkinchisi bazal harorat. Bunda to'g'ri ichakdagi haroratning ko'tarilishi tuxum hujayraning yorib chiqishidan darak beradi. Bu jarayon to'g'ri bajarilishi kerak bo'ladi. O'lchovlar ertalab o'rindan turmagan holatda termometr to'g'ri ichakka kiritiladi. O'lchash davomiyligi 5 daqiqadan kam bo'lmasligi kerak. Ovulyatsiya vaqtini aniqroq bilish uchun bazal harorat hayz sikli tugagan kundan boshlab o'lchash kerak va qog'ozga natijalar yozib borilishi kerak. Hayz kelishning birinchi kunidan oxirgi kunigacha 37 gradusgacha bo'lgan harorat kuzatiladi. Tuxum hujayra yorilish kuni va 3 kun davomida 37,1-37,3 gradus oralig'ida saqlanib turadigan yuqori bazal harorat tuxum hujayra tuxumdonlardan chiqqanini anglatadi. Lekin bazal harorat o'lchash uslubi biroz qiyinroq va 100% ishonchli emas. Chunki bu usulni qo'llayotgan paytingizda sizda surunkali kasallik ketayotgan bo'lsa yoki bachadonda qandaydir patologik o'zgarishlar bo'lsa, bazal harorat noto'g'ri o'lchanishi mumkin. Uchinchisi bu ovulyatsiya testi. Ovulyatsiya uchun test bu homiladorlikni aniqlash uchun ishlatiladigan testlarga o'xshaydi. Faqat ular ikkita chiziqni ko'rsatganda muvaffaqiyatli urug'lantirishni emas, tuxum hujayra tuxumdonni tark etganini bildiradi. Agar siz test qilganingizda test chiziqlar ikkita ko'rsatsa va siz 1 yoki 2 kun oldin jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsangiz, demak, siz homilador bo'lish imkoniyati yuqori bo'ladi. Tuxum hujayra 24 soat davomida yashaydi. Spermatozoidlar esa 5 kungacha faol bo'lishi mumkin. Shunda er-xotin ovulyatsiyadan 4 yoki 5 kun oldin jinsiy aloqa qilishi orqali ham homiladorlikka erishishlari mumkin. Ovulyatsiyani bilish uchun eng aniq sanaladigan uslub bu ultratovush tekshiruvidir.